Imtihonda, startda oldida mashina turadi. Ichkariga kirishdan oldin 8 ta narsani bajarib olasiz. Birinchisi, o'rindiqni o'zingizga sozlaysiz. Ikkinchisi, suyanchiqni o'zingizga sozlaysiz. Uchinchisi, remin taqasiz. To'rtinchisi, bokovoy oynani to'liq yerga qaratasiz, pastga qaratasiz va chap tomonini bosasiz. Shunda orqa g'ildirak sizga ko'rinadi va soz holatda bo'ladi. Beshinchisi, steplinani bosib, zavod qilib, birinchi skorisga olasiz, komplekt 5 bo'ladi. Oltinchisi, ruchnoyda tushirasiz. Yettinchisi, ikkita yon oynani polni tushiramiz. Mana o'ng tomonda ham, chap tomonda ham polni tushiramiz. 8-inchisi, chapga pavorot yoqasiz. Mana shu 8 ta narsani bajarganingizdan keyin start knopkasini bosib, keyin ichkariga kirasiz va sizga 16 minut vaqt beriladi. 16 minut vaqtdan oldin shu 8 ta narsani bajarib oling.